Yo'qshimsizlar do'stlar. Men sizlarning onda-munda astoydilga qildigan do'stinglar yondim bayon. Bugun sizlarga elib kelganim Angliyaning Qora Aynak nomli ko'p qismli televiziya teatrining orasidagi bir alohida qismi. Advokatlik bilan shug'ullanayotgan Leon boshqa bir shaharga kelib xizmat yuzturani ko'rishmasiga qatnashyotdi. Garchi bu qitimqisi bunda xizmat ko'rishmasining tunji qitimligi bo'lmasa-mu, biroq qarish tarafning aniq pozitsiya bildirmasligi Leonni bu xizmatga erishishning ehtimolligini qanchalik ishkanligi to'g'risida arsalda qilib qo'ygan edi. Aydirim qaytish yo'lda Leon o'zining xotir dansini qo'zg'atdi. Mana bu kinoimizning dunyosida ko'pincha odamlar bir turlik alohida dansini quloqning tuyiga o'rnatgan bo'lib, bu xotir dansi orqali ko'z bilan ko'rgan har bir ko'rinishni saqlab olaydi va kichik tizginak orqali bu ko'rinishlarni xohlagan vaqtida qayt ko'rib chiqalaydi. Leon bo'lsa bayam xizmat ko'rinishidagi xizmatga oluvchi tarafning turlik yuz ifodasi inchikini kuzatish orqali ularning o'ziga bo'lgan pozitsiyasini bilmoqchi edi. Afsus, u yana aniq bir hukmga erishalmadi. Kashqunun Leonning ayoli Phil do'stlarining uyidagi bir yig'ilishga qatnashayotgan edi. Bu qartallik personaj o'zining yaqindagi bir sayohat jarayonida qo'ngan yotqining sifatsiz bir gilamni ishlatganligi, o'zining bundan to'lim norozi bo'lganligi to'g'riliq xotir suratlarni hammalarga ko'rsatib beryotdi. Garchi xotir dansining ilgirki suratlarni o'chirib o'tish iqtidori bo'lsa-mu, bu qartallik personaj bu suratlarni o'chirib o'tish o'rniga o'zining bu kechirmishini do'stlar bilan tang bahramlanishdan so'q ilayotgan edi. Uzoq o'tmay Leon bu yig'ilish bo'layotgan uyga yetib keldi. Ammo kollektiv faoliyatga ancha ko'p qatnashib ketmaydigan Leon bu uyning ichidagi odamlarni pekmi yaqin to'lib ketmaydi. Yaxshiri xotir dansidagi bu odamlarga doir ko'rinishlar Leonning ularni qayta asga elishiga yordam qildi. Ko'pchilik uning kelishidan to'liq hayron qoldi. Hatto uning ayoli bo'lgan filmi bunga hayron qoldi. Chunki hammalar uni komandirlikka chiqib ketdi, at qaytib keldi deb o'ylagan edi. Uning bugun xizmatda yuzturani imtihon qatnashganligini anglagan qartallik personaj Leonning buningga doir ko'rinishlarni ko'pchilik bilan o'rtoqlashishini o'tindi va o'zining kasbi odam kuchi boylik mutaxassis ekanligini Leonga to'g'ri fikr bera oladiganligini aytdi. Bu ahvol Leonga kichik vaqtida ota-onasining o'zini ko'pchilik oldida san'at maharati ko'rsatib berishni talab qilgan aslimisini eslatdi va uni o'ng'aysizlantirib qo'ydi. O'ylamagan yerdan yig'ilish qatnashganlardan biri bo'lgan Jonas oraga kirib Leonni bu o'ng'aysizlikdan qutuldirdi. Biroq bu ahvol Leonni o'yga silib qo'ydi. Chunki bugungi yig'ilishdagilar ayoli Philning do'stlari bo'lib, Jonas ismli bu do'stini ayoli azaldan tilg'ayib boqmagan edi. Leon xotir dansini qayta qo'zg'atish orqali bayam o'zining ishdan kirganda ayoli bilan Jonasning qizg'in kulki chaqchaq bilan parang'ishayotganligini bayqaydi va ayolining o'zining kelganligini ko'rgan vaqtidagi yuz ifodasini filmning hayron qilishi bilan birlikda gangrab qilishni chiqib turadi. Uzoq o'tmay tomoq vaqti bo'ldi. Jonas qarmoqqa o'zini kuzatishga amroq birisi bo'lib, murosimdagi qiziq nuqtaga aylangan edi. Erlar odatda ko'rangan vaqtida o'zining yoshlikdagi shoshliqlarini ko'z-ko'z qilishni yoqtiradi. Jonasmi buningdan mustasno emas edi. Ammo uning bu shalloq qilmishlari va ilgirki qiz do'stlari bilan bo'lgan ishlarini ko'pchilikka ko'z-ko'z qilish Leonni to'lim seskandirdi. Biroq Leonni hammadan bakrak beyaram qilgani bo'lsa, u hech qanday kulgidek yeri yo'q, tetiqsiz gaplarga ayolining o'zini tutib olganday kulib moslashib berishidi. Ajiba, o'zining ayoli bilan bo'lgan kulish nuqtasi mushunchalar farqlimi? Birlikda g'izo qilayotganlarning ichidagi bir chiroyli qiz o'zining olib-burun bu xotir dansini tendan so'kib ilayotganligini, garchi bu jarayonda og'riq azobini tatgan bo'lsa-mu, hamma narsaning yaxshi tarafi bo'lganidek, bugungi kunda o'zining xotir dansini ilayotgandan keyin to'lim xo'shal, bosh og'riqsiz o'tayotganligini aytdi. Yana bir aylan bo'lsa, darhol tizginakni elib, o'zining oqshom o'tkazgan xo'shal minutlarini ko'pchilikka ko'rsatish orqali bu asbobning o'ziga nurg'un xo'shallik ib kelganligini aytdi. Xo'shallikning cheki bo'ladi. Oxirlashmaydigan sorun yo'q degandek, hammaylan tomoqdan keyin uylariga qaytdi. Taksi bilan uyga qaytish yo'lida Leon ayoliga bugungi xizmat yuzturani imtihon jarayonini qo'yib berdi. Phil imtihon jarayonida ma'lum bir xodimning qog'ozga to'g'ri belgi urgan ko'rinishini bayqab, Leonning xizmatga erishish ehtimolligining yuqori ekanligini aytdi. Biroq o'ziga bo'lgan ishonchi ojiz, yomon tarafni bakrak o'ylaydigan Leon ayolining bu farzini rad qildi. Darvaqa, Leon haqiqatan passiv energiya bilan to'lgan bir odam edi. Uyga qaytgan Philning tunji ishi bo'lsa, uyda qolgan bolasining xotir dansini yechib qayt ko'rish edi. Ehtimol bola boquvchining bolaga nimalarni qilganligini bilmoqchi bo'lsa kerak. Leon o'ltirib ayoldan Jonasga oid ishlarni so'rashga boshlaydi. Philning mijozi noit ochiq va tuz bo'lib, u yo'lchining qaysi maqsadda o'zidan Jonasni so'rayotganligini osonda his qildi va aniqlik qilib Leonga o'zining to'ydan burungi bir mezgil Jonas bilan muhabbatlashganligini, biroq bu ishlarning allaqachon o'tmishga aylanganligini, Jonas bilan aralashgan bir oy mezgilida uning bo'lgan tuyg'ularining asarmi qolmaganligini aytdi. Bir oy Leon bu aniq qilib aytilgan vaqtga intoyin sezgir edi va darhol badandagi xotir dansini ishga silib, o'zining tunji qitim Phil bilan birlikda bo'lgan vaqtdagi aslimlarini qayta ko'rdi. Chunki u chaqda Phil uning aniq qilib o'zining burungi muhabbati bilan faqat bir hafta aralashganligini aytgan edi. Endi bo'lganda, u vaqt qandoq bo'lib bir oyga
o'zgarib qoladi. Bu qusurni bayqab qolgan Liam bag'onsir kirishib, ayoldan o'tmishdagi ishlarni texmi aniq etib berishni so'raydi. Hatto bag'onsir kayfiyati buzilib, Phil bilan takalishib, satga bilan ayolni haqorat qiladi. Shuning bilan asli bir ko'ngillik o'ltirishdan qaytib kelgan bu ayol bir-birisidan xapilishib qoladi. Ta'limimizga kayfiyati turaqlashgan Liam yotoq uyiga qaytib keladi. O'zining gumonxo'rlik qilib to'g'ri qilmaganligi uchun ayoldan afv so'raydi. Biroq aytsa ayolning o'tmishdagi ishlarini kallasiga kirgizib olgan Liam xotir dansi bilan oqshomga o'ltirishning suratlarini qayta ko'rish boshlaydi va ayol bilan Jonasning yig'ilishdagi har bir chiroy ifodasini injiqlik bilan analiz qildi. Ayoliga bo'lgan gumon uni turli o'ylarga solatdi. Darvaqa o'tmishdagi barliq ko'rinishlarni qayta ko'rish jarayonida ayolning Jonas bilan birga o'tkazgan vaqtlarini ko'rib qoladi va buni Phil ko'zlab uni texmi qistaydi. Phil bo'lsa o'zining o'tmishda Jonas bilan 6 oy aralashganligini, biroq bu ishlarning allburun o'tmishga aylanganligini, hozir o'zining Liam bilan erxudun ishkanligini, shunga ilgirki ishlarni bunda kirishib surishtirishning hech ahamiyati yo'qligini aytadi va ochiqlab Liamni tashlab chiqib ketadi. Liam bo'lsa bu asli qolgan suratlarni ko'rishni davomlashtirdi. Bu ishlardan kayfiyatini butunlay kontrolligidan chiqargan Liam mast holatda Jonasni izlab keladi. Ochiq va mastlikning turtkisida u Jonas bilan to'qnashib qoladi va uni bo'ysundirib, uning barliq ayolimga doir aslimlarning xotir danchangdan butunlay o'chirib etib bisim qiladi va uning bu ko'rinishlarni haqiqatan pokiz o'chirib etganligini kafolat qilish uchun barliq mashg'ulotlarni televizorga ulab turib qilishni buyuradi. Ishlarni tugatgan Liam uyga qaytib keladi. Biroq qilgan ishlari uni yengiltish u yoqda tursin, texmi cho'nqur azob va gumonga sep qo'ygan edi. Yotoq uyga qaytib kelgan Liam bayon bo'lgan ishlarning jarayonini televizorga ulab ayoli Philga qo'yib berdi. O'yilmagan yerdan Jonas yuyib etgan ma'lum xotir suratlari Liam bilan Philning dal hozir o'ltirayotgan yotoq uyidagi xotirlar edi. Bu ishdan o'zini butunlay yo'qotib qo'ygan Liam ayolni bu xotirlarni chiqarib ko'rsatishga zo'laydi. Yo'ldishining oldida xijillikdan yerga kirib ketaydigan ayoli Phil oxiri o'zini yo'qotib qo'ydi. Ularning er-ayollik munosabatini qarmoqqa oxirlash oldida turadi. Shuningdan boshlab Liam faqat xotirsidagi ayoli va bolasi bilan birlikda o'tkazgan shu minutlarni qayta ko'rish orqali o'tmishdagi baxtli kunlarni eslaydi. U bu kunlarning qayta kelmaydiganligini his qilgan edi. Natijada u oxiri bu xotir dansini tenidan so'kib elitishni qaror qiladi. Bu ko'p qismli Angliya film qora aynakdan ilangan hikoya bo'lib, fan texnikaning bizga nurg'un qulayliklarni yetib kelish bilan tang ba'zi ahvollarni paydo qilganligini maqsad qilgan. Biroq biz astoydil o'ylab baqsak, agar bu xotir dansi bo'lmagan bo'lsa, bu tragediya yuz bermasmidi? Filmda shundoq bir inchki nuqta bor. Liam va ayoli yig'ilishdan qaytib kelgandan keyin Phil bola boqquchining yo'lga sevitib, darhol bolasining xotir dansining bir kunlik ishlarini ko'rib chiqdi. Chunki bola boqquchining bolasiga qandaqdir bir ziyonliq bo'lgan ishlarni qilib qo'yishdan ansiraydi. Bularda ming anglagandim bir ko'rgan a'lo degan gap bormi yo'q, uni bilmadim. Ilmisaqdan tortib odamlar o'z ko'zi bilan ko'rgan narsalarga ishonishga omroq edi. Hozirga kelganda fan texnikaning yordamida texmi ko'p narsalarni ko'rish iqtidoriga ega bo'lganimizda, xuddi bu hikoyadagi er-xotindek ular aslida o'zida bor bo'lgan ishonch va tuyg'ulardan voz kechib, ko'z orqali haqiqatni bayqashni tanlagan edi. Bu filmning qiziqarli yeri shuki, fan texnika turmushimizni o'zgartirish bilan birlikda birga shundoq bir fikrni tashlaydi. Agar bu fan texnikalik buyumlar bo'lmasa, bu ahvollar yana yuz beradi. Inchiklik bilan filmni ko'rsak, rejissor amaliyotda ba'zi inchik nuqtalar bilan filmdagi bosh personaj Liamning mijoz xarakterini yo'rt bergan edi. Masalan, o'ziga ishonmasligi, issiz bo'lishi, nozik va kishilik munosabatga moyil bo'lmasligi qatorliqlar. Bu personaj xarakterlari tabiiyla Liamning ko'p qism zehniy va vaqtini ayoliga sarf qilishini keltirib chiqargan. Mening texib pishib yetilmagan shaxsiy qarashimga asosan, mencha bu xotir dansi bo'lmagan ahvol ostidami? Bu bir jup er ayol o'xshash tragediyaga yo'liqish mumkin edi. Balkim qarshi tarafning telefon xotirasini oqtirish orqali va yoki kayniga tushish orqali hatto ayolning fazilatini dalillay olmaslik sababli yig'imi gumon azobga tushib tugishib ketish degandek. Men burun shundoq bir nazariyani olaman. Ko'pincha odamlar sinashga bardoshlik berolmaydi. Bo'libmi biz bir turli vositalar orqali so'ygan odamimizni sinaganimizda ko'pincha vaqtlarda mamnun qilarlik natijaga erisha olmaymiz. Mencha qiz-o'g'illar o'tirsidagi qisman shu muvaffaqiyatda muvofiq biraylarni uchrashishdan iborat. Bu boshqa muvofiq odamlarning hamda uchirmasligidan derak bermaydi. Bizning birsiga bog'lanib bo'lgan vaqtimizda bu xil odamlarning yo'qolishi ko'pincha vaqtlarda bizni besaramjon qiladi. Yana bir o'xshash nazariya bo'lsa, muhabbat gumonga bardoshlik berolmaydi. Siz tuxumdan tukundiradigan pozitsiya bilan ko'ringizni kuzatganingizda, balkim siz uning ilgari o'ylagandek o'moq emasligini bayqashingiz mumkin. Xuddi menga o'xshash ovozim balkim mening eng mukammal holatim bo'lishi mumkin. Men so'zlagan filmlarni ko'rish bilan meni yoqtirib qolgan to'rdoshlar balkim mening kamchiliklarimni bayqaganda menga uch bo'lib qilishim mumkin. Shuning uchun to'rdoshlarning qallasida mening sizlarga ma'naviy oziq ato qilayotgan vaqtimdagi simoyimning qilib qilishini umid qilaman. Har qaysi to'rdoshlarga rahmat. Ras. Yandan bayan buningdan keyin mo'shundaqli astoydil gaplarga o'xshaydi deb qolmanglar. Yandan bayan yana sizlarning burunqi yuzi tuban xijildan do'stinglar. Texmi ko'p qiziqarli asal asarlar har vaqt sizning huzuringizda bo'lsa. Yandan bayanga qiziqsangiz, texmi ko'p filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Fanus saloniga kiring. Salon nomi oshpatda yiziqliq. Tovshanlarimni bossangizlar, ustiga yiziqliqchimi?